Zervix bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz Articraft serveriga kirishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib bizga 1.21.10 versiya kerak bo'ladi va shunga kirganingizdan keyin mana server играйтini bosamiz. Menda Articraft server bor mana. Hozir qaytadan yaratamiz. Добавить-ni bosamiz. Название server, ya'ni serverning nomi deyapti bu yerga. Xo'p, biz serverning nomini nima deymiz? Hozir biz serverning nomini Articraft deymiz. Xohlagan nomingizni qo'ysangiz bo'ladi. Endi muhimi adres server degani uchun o'sha yerga articraft.uz deymiz va gotovni bosamiz. Mana bu yerda paydo bo'ladi va kiramiz. Agar sizning nikingiz bir marta kirgan bo'lsa, qaytib kirmaydi. Mana register parol so'rayapti. Chatni bosamiz va qiyshiq tayoqcha va hop register test deymiz. Va buni joy tashlasak, bizda ham shunaqa chiqib qoladi va 1 2 3 4 5 6 ta tashlaymiz-da, yana test deymiz. Joy tashlaymiz, test deymiz va shu bilan gotovni bosamiz. Kirib ketadi. Предложениeni bosamiz va qaytadan kiradi. Shundagina o'ynasangiz bo'ladi, chunki bundagi bir ikkita narsalarni yuklash kerak Minecraft. Xo'p, mana kirdi. Va mana meni skinim nimaga qiz bola? Ahamiyat bermaymiz mana. Articraft server xohlagan paytingizda kirib o'ynashingiz mumkin. Mana bu odam o'yinchi Hip-hop Lolo kim bo'ldi mana? RTSMP Anarchia Royal Battle bor. Battle Royale va sizlar bilan men Zervix bo'ldim. Shu videoga like bosib kanalga obuna bo'linglar. Xayr.